Uzdil HTML dersidagi 22 qism HTML bosh qism elementlari. HTML'dagi qiyod elementini oldida o'rganib o'tdik. Qiyod elementi barliq bosh qism elementlarini qashaydigan quti hisoblanadi. Uning asosida tek kod uchuri, uslub hujjati va manba uchurlar bo'ldi. Masalan, style, script, meta, link, base, title qatorliq shu elementlarni, ya'ni shu xat kuchlarni o'z ichiga oladi. Masalan, asli kodni qaraydigan bo'lsak, qiyod qismi bu yerda boshlangan bo'lsa, bu yerda title, meta, base, link, style qatorliqlarimizni ishlatdik. Biz buningga bir aniqlik berib kelsak, HTML ki title elementi u cho'qim belgilashdagi qiymat hisoblanadi. Uning roli 3 roli bor. Birinchi tor ko'rgichdagi torbat nom uchurini ko'rsatadi. Ikkinchi torbat saqlag'ich tarafidan saqlangan vaqtdagi tema uchurini mush title qiymati belgilaydi. Üçüncü izlesh motor tarafidan mush torbetimiz qo'shib olgan vaqtda shu uchurniki mavzusi mush titlening qiymati bilan belgilandi. Andan keyin HTML'dagi base elementi, base xat kuch orqali bet yuzdagi barliq ulanishlarning asldagi adresi va asldagi ulanish nishon tarjit qiymatini belgilaymiz. Masalan, misolda buningki asldagi qiymati uzdilcom niki images degani buningki asldagi nishon adresi. Andan keyin ulanishni har qanday ulanish chekkan vaqtimizda cho'qim yangi betda ichilsin deb aniqlik berilgan bo'lsa, ma'quladagi kodni qo'shsak bo'ladi. Andan keyin HTML'dagi link elementi bilan style elementi. Link xat kuch orqali boshqa hujjatlarni torbat yuzida singdirib ishlatishga bo'ladi. Ya'ni linkning o'zida ulanish degan ma'noda buning ko'pincha uslub hujjatini qo'shib ishlatamiz. Andan keyin style deganga bevosita shu uslub hujjatlarni qimmat qilib yuklashga bo'ladi. Masalan, ma'lum qaraydigan bo'lsak, bu yerda style CSS degan hujjatni betninki uslub hujjati sifatida ishlatsin deb sirtdan ulab ekirdi. Andan keyin style orqali mana ichiga bevosita buningki CSS kodlarini, ya'ni uslub hujjat kodlarini meyaga yozdik. Andan keyin HTML'dagi meta elementi, meta xat kuchi HTML hujjatininki meta sonliq ma'lumot uchurini ta'minlaydi. Bu uchurlar torbat yuzda ko'rinmaydi, lekin tor mashina odami yoki tor o'mchik tarafidan metaning uchurlar o'qildi. Meta elementi torbat izoh uchuri, halqiliq so'z, avtorlik huquqi, hujjat o'zgartirilgan vaqt qatorliq shu torbatga munosabatli bo'lgan uchurlarni o'z ichiga oladi. Masalan, mana qaraydigan bo'lsak, meta buningki nomi description, ya'ni mush torbatga nisbatan qisqacha izoh mazmuni, masalan, free web tutorials on HTML, CSS, XML deb bunda yozdik. Andan keyin buningga halqiliq so'z, buning qiymatlariga nisbatan bunda pesh orqali ayirib turib 3 dona halqiliq so'zni bekitdik. Andan keyin HTMLga script elementi, script xat kuch orqali abont bo'lkining tek kodiga aniqlik beramiz. Masalan, JavaScript degandek. Biz keyingi darsimizda bu script element haqida tafsiliy to'xtalamiz.